Assalomu alaykum, qadrli obunachilar. Mana biz bugun yana Zibrock Funded traderimiz va payout qilgan traderimiz Abdulaziz aka bilan intervyudamiz. Assalomu alaykum, Abdulaziz aka. Assalomu alaykum, yaxshimisiz? Rahmat. O'z haqingizda ozgina kuzatuvchilarga ma'lumot bera olasizmi, iltimos? Ismim Abdulaziz, yoshim 20da, 3 yildan beri trading bilan shug'ullanib kelaman. Mustaqil o'rganuvchiman. YouTube'dan o'rganib kelaman hozirgacha. Aha, qanaqa yo'nalish bo'yicha ishlaysiz? Asosiy boshlagan paytim klassika bilan boshlaganman. Undan keyin hozir ICT, CRTlarni qo'shib ishlataman, lekin asosiy baribir qaraydigan narsam klassika bo'ladi. Tushunarli, rahmat javob uchun. Nima uchun aynan prop tradingni tanlagansiz? Prop trading tanlash sababi bizga kichkinaroq summa evaziga kattaroq kapital bilan kattaroq foyda olib kelish imkoniyatini beradi. Ya'ni mana bu trader tilidan aytsak, ARR juda ham katta bo'lib ketadi. To'g'ri, mana shu fikringiz. Mana shu Zibrock Prop kompaniyasida birinchi, ikkinchi etaplardan o'tishda va mana shu funded bo'lganingizdan keyin payoutgacha bo'lgan jarayonda qanaqa tizim bilan ishladingiz, qanaqangi risk management bilan ishladingiz? Manda tizim odatda kuniga bitta trade qilish maksimalniy. Stop loss take profit qo'yiladi, bo'ldi. Shu bilan oldin yopishlar, unaqa fix qilish yoki bezbetga qo'yish degan narsalar yo'q. Yoki risk yoki take profit. O'rtacha araram 2 arargacha ham yetib bormaydi. 1 arar yoki 1,5gacha boradi maksimalniy. Buni hisobiga risk kattaroq bo'ladi. O'rtacha 1,5%dan 2% oralig'ida ushlayman, lekin 2%dan oshira olmayman har qanday holatda, chunki kapitalga bu prop kompaniyada 2% zarar bu yetarli deb o'ylayman. Agar bir kunda bitta stop loss oladigan bo'lsam, kamida bir sutka, ya'ni reset bo'lgancha oddiyroq tushuntirganda trade olmaslikka harakat qilaman. Rahmat javob uchun judayam aniq va tiniq javob bo'ldi. Mana shu yerda mani qiziqtirayotgan narsa, misol uchun mana 3 yildan beri treydaman deyapsiz. Omadsizliklar bo'lganda, prop shotlaringizni yo'qotganingizda yoki bo'lmasam real shotni yo'qotganda, o'zingiz qanday comeback qildingiz? Comeback qanaqa tushuntirsam, bu уже odat bo'lib qolgan. Уже mana bunaqa odam narkotik qanday o'tirib qolsa, уже manda ham shunaqa bo'lib qolgan. Постоянно ishim bor o'zimni. Mana shu ishdan keladigan hamma summa, ortiqcha summa tradingga tikiladi. Doim yo'qotilish bo'lsa, keyingi mana bu qaytib o'zimiz tiklab oladigan payt qo'limizga pul tushgan oylik bo'lgani bo'ladi. Rahmat javob uchun. Demak, mana shu sizni qo'shimcha qilayotgan ishingiz psixologiyangizni stabilligiga javob berar ekan. Shundaymi? Da, doimiy shunaqa. Rahmat javoblaringiz uchun. Undan tashqari, mana shu Zibrock Prop kompaniyasidagi MetaTrader 5 va saytlarga qanday fikrdasiz? Manga to'g'risini aytsam, man Zibrock kompaniyasi o'sha boshida tashkil bo'lgandan beri ishlayman kompaniya bilan. Boshida MasterTrader dedik, lekin saytdan kirish ancha noqulaylik tug'dirardi, ayniqsa telefonda. Juda noqulaylik tug'dirardi. Telefondagi savdo qilmayman, lekin kuzatib turish bu kerak narsa. Chunki newslar bo'ladi, boshqa payt bo'ladi, doim kontrolda tura olmaysiz. MetaTrader hammamiz o'rgangan, hamma foydalanadigan narsa bo'lgani uchun juda ham qulay, yaxshi taklif bo'ldi. U yerdagi spredlar yoki bo'lmasam komissiyani yo'qligiga qanaqa fikrdasiz? Misol uchun sizga qulaymi? To'g'risi man qaysidir kompaniya yoki qaysi broker bilan ishlasam, postoyanно sprediga qarayman. Spredlar ancha past, juda past. Komissiya yo'qligi man uchun kundan kunga o'tkazish juda ham qulay bo'lgan. Bu man xohlagan narsa bo'lgan. Yana qo'shimcha qilib aytib ketishim mumkin, mana bu max drawdown 12% bo'lgani, bu yana bitta sizga imkoniyat qo'shib beradi. Shunday. Rahmat javoblaringiz uchun. Xo'p, mana shu bizni kuzatib turgan yangi prop bilan shug'ullanmoqchi bo'layotganlar yoki bo'lmasam hozirda omadsizlikda yurgan treyderlarga qanday maslahatlar bera olasiz? Ularga har bitta propni har oyda olish manimcha arziydi. Hozirda Zibrock $69 umummilliy prop shot taklif qilayotgan joyda manimcha o'rtacha 800 ming so'm, 900 ming so'm har oylikdan ajratishga manimcha arziydi, agar o'zingizda kelajakda yaxshi trader bo'lib ketaman degan maqsadingiz bo'lsa. Manimcha to'xtamaslik kerakda. Bu yerdan ishini qilib, oylikda olib, psixologiyani joyiga qo'yib, prop shotdan harakatdan to'xtamaslik kerak deyman. To'xtashga haqqing yo'q, atlet deydi-yu, o'shanda ekanda. Rahmat, Shunaqa. rahmat Abdulaziz aka javoblaringiz uchun. Xursand bo'ldik sizni mana shu intervyuda ko'rib. Qadrli obunachilar, menimcha bugungi intervyuimiz sizlarga
judayam foydali bo'ldi degan umiddaman. Xudo xohlasa boshqa fanda treyderlarimizni ham olib chiqishga harakat qilamiz. Barchaga rahmat. Oxirgi gaplaringiz, Abdulaziz aka. Oxirgi gaplarim, hech qachon to'xtab qolmanglar, risk qilishdan qo'rqmanglar. Rahmat katta.